sizlar men o'sha yana Mr. Craft, lekin aslida Wins. Bugun biz modli vyjivaniya, ya'ni 100 kun vyjivaniya qilamiz. Просто так bunda mod yo'q, sababi menda modlar bor ko'p. Lekin baribir ham, chunki masalan ikkinchi qismda men bitta mod qo'shaman, keyin shunday ketaveradi. Men bu qismda 10 kun yashamoqchiman. Lekin kunlar ko'rsatadigan nastroykanimni yoqmaganman. Sababini bilmadim. Lekin men nastroykanimni bilmadim. Klasda mumkin yashaganimiz o'zimiz bo'lamiz. Mumkin 2 minut bo'lishi mumkin. Kommentariyada yozib keting. Lekin videoni 2 minutligini ko'rib turasizlar. Xullas kommentariyada xohlagan gaplar yozinglar, просто so'zinglar bo'ldi. Va like bosib obuna bo'linglar. 20 ta bo'lsak, men sizlarga mod kanal ochaman. O'shanda men modlarni tashlab o'tiraman. Xohlasam yoki serverlar ham ochishimiz mumkin. Video ketyaptimi ko'raylik. Ketyapti ekan. Уже 1 minut bo'ldi. Endi toshib o'tyapmiz. Уже 1 minut o'tdi. Minut уже o'tdi. 20 bitta bo'lib tamariydi. Qanaqadir ovozlar eshitilayotgan bo'lsa uzr. Birinchi navbatda. Yonimda kimdirlar bo'lishi mumkin. Bu videoni YouTube'ga qo'yaman yoki tashlashim mumkin. Lekin endi videolarni o'chirib tashlamaydigan bo'ldim. Sababi prosmotrim tushib ketgan. Men aktiv yo'q. Tashlash video ham yo'q. Xullas borib biz o'rnatdagi tarvuzlarni chopib kelish kerak. Men to'g'ridan bo'ldi. Keyin maytdagi tarvuzlarni chopaman. Ketdim. Zombini bolasi qayerdan paydo bo'ldi bekdi? Hali ertalabku. Yoki Herobrine bilan vyjivaniya qilishimni istaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Menda Herobrine modi bor. Yana zombimi? Temir qilich ko'tarib olibdi. Qotyapman. Ur. Tepini o'chaq. Yaxshi. Xo'sh. Shuni sindiramiz. Keyin bizda ovqat yeymiz. Creeper. Monsterlar qurtlayapti. Juda qurt o'ynayotgan bo'lsa kerak monsterlar. Menimcha bu yerdan biz ketamiz. Chunki bu yerda Robinson Crusoe yashagan. Okey, bu yerda Herobrine. Mana Herobrine yaxshi. Nafrat bilan qilsa bo'ladi. O'ylab qolamanki, bu video uzoqqa cho'zishga harakat qilaman. 3 minut bo'ldi. Kelinglar shuni 20 minut qilamiz. 20 minutgacha 10 kunmi, 15 kunmi yashab qo'yamiz. Xo'sh, tutqish. Ularda mollar bor ekan, o'shalarni o'ldiraman. 20 minut olib. Agar seriallar xohlamoqchi bo'lsanglar, seriallarga o'rnatib bo'lsanglar, meni seriallarimda unda like bosib qo'ying. Shu videoga 10 ta like qilsanglar, men shuni ikkinchi qismini chiqaraman. Yoki Herobrine videosini chiqaraman. Undan keyin Imperiya obzor ham qilaman. Men Imperiyaga qo'rqganman, lekin unga anchadan beri kirmaganman. Unda albatta kreativda qurganman, chunki survivalda sinab ketaman. Xo'sh. Xo'p, bu yerda cho'chqa turibdi. Men cho'chqaga tegmayman. U harom bo'ladi. Mana nihoyat vaqt topib videolayapman.
videolarni o'chirib tashlayotganim sababi o'zimga yoqmay ketyapti. Keyin prosmotrlar kam bo'lgani uchun o'chirib tashlayapman. Yoki yomon chiqqani uchun. Hozir agar ovoz past chiqsa, sal ovozni ko'tarib olinglar. Chunki men asta gapiraman. Xullas, mana shu yerda endi pichga esib qo'ydik. Yaxshi. Xo'sh. Bunda to'q ham bor ekan. Mayli, shunday o'ldirib qo'yaman. Tamam, suvga sakraymiz. Yo, bismillah. Qani. O'lib ketdim. Xo'sh, endi bu yerdan tarvuz yeb olishimiz kerak va loylarni olishimiz kerak. Sababi men tepaga chiqishim kerak. Ana to'g'rini o'ldirish uchun. Endi parkour bir blokdan sakramadim. Men qanaqa odamman? Men o'zim hali Promaster Gaming deb yuribman. Men serverlardan ham jonli efir qilaman. Masalan, Shohapolga serverda yoki boshqa do'stlarim serverlarida. Bu kuchukcha bor ekan. Afsuski menda suyak yo'qda. Mayli. Las biz yana ozgincha aylanib ovqatlar pishirib olsak bo'lmaydi. Maktab qo'yib borgan to'xtaylar. Ketmaydir. Sen ketdim tarixi qo'yapman. Yoki bugungi maqsadimiz temir topish bo'ladi. 20 ta. Keyingi maqsadimiz esa olma. Unga anchagina qiynalsam kerak. Hop, ikkinchi anonda men nima qilishim, qanaqa mod qilishimga kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoki Herobrine modini ham qo'shishim mumkin. Kommentariyada yozinglar. Keyin bu videoni o'chirmaslikka harakat qilaman. Iloji boricha. Xo'sh, deyarli 10 minut o'tib bo'ldi. Xo'sh. Endi biz shaxta topishimiz kerak yerlarda. Bet shaxta. Lekin chiroyli joylar. Shu yerda uy qurgan bo'lardim agar shaxta bo'lgan. Yoki kon. Chunki biz temir topishimiz kerak. Va 20 minutlik video. Xo'sh, men bu yerda shaxta topdim. Demak, shu yerga kiramiz ketdik. Agar boshqalar bilan video olishimni xohlasanglar, prosta kutinglar. Yoki shu videoni 100 ta like qilasizlar yoki keyingi videoni, menga farqi yo'q. Bu yerda po'qam yo'q, bu yer shaxta emas ekan, daji. Bizlar qanaqadir ovoz eshitilgan bo'lsa, o'rtog'im kodini qisib o'tirmayapti. Shuning uchun kommentariyaga do'stingiz loy deb yozib ketaversanglar ham bo'ladi. Yoki noob deb. O'zi noob o'ynashni bilmaydi. O'zi endi kirib kelgan bo'lsa, men Promaster Gaming deb lekin qo'ygan. Agar yuzimni ko'rsatishimni istasanglar, xullas 1 mingta bo'lishimiz kerak. O'shandan keyin yuzimni ko'rsataman yoki 10 mingta. Shortsda bu videodan keyin bitta video olaman, endi Imperiyani obzor qilaman. Yana qanaqadir ovozlar eshitilayotgan bo'lsa uzr, chunki o'rtog'imning yonidan o'tib ketdi. Oyog'ini qattiq bosib, shuning uchun hozir montajga kesib olamiz. Yoki montaj ham qilmay qo'yaveramiz. Yoki ovoz banotlatirish kerak. Videoni montaj qilsam ko'p vaqt ketib qoladi, shuning uchun tezroq chiqishi uchun video men montaj qilmayman. Yo, uyga ketib tushyapti. Men hali ham shaxta topganim yo'q. Akam o'sha shaxta topib qolardi. Lekin meni akam hozir boshqa joyda. Xullas, nargicha ishlaymiz. Endi narxonda. Video olishga razumman. Shuning uchun o'zim video olyapman. O'rtog'im chiqib ketdi. Mencha ketib yubordi. Mayli, zo'r bo'ldi. Yoki qayergadir ketdi, xullas. Men uydagi muammolarimni yechib tashlasam kerak. Xullas, bizning hozir asosiy muammomiz 20 ta bo'lishi. 20 ta bo'lgandan keyin men Telegram ochaman. Mod kanal. O'shanga modlar tashlayman. Masalan, Reader modlar.
Masalan, seriallarga kerak bo'ladigan mallar. Lekin men serial olmayman. Sebebini bilmadim. Çünkü serialda sal bo'lmaydi. Serial olishim mumkin. Videolardan ilhom olgandan keyin ChatGPT video olganimdan keyin bu 100 kunlik выживание просто 100 kun yashaymiz. Qismlarga bo'lib yo kim kelyapti? Creeper tog'a kelyapti. Qoch. Ya ha men yug'izman. Yarim tagini jonim ketdi. Sizlarga life hack. O'zim bilmasdim lekin. Xullas men uxlashim kerak. Lekin men maytda o'yin olishim kerak. Ana hop, mana loy bilan hoppali loyga yapamiz bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Inventorda xo'sh. Universitetni berib qo'ymoqchiman. Xo'sh, menimcha shaxtar yapolmaganimizdan keyin yeridagini qilsak kerak. Xullas, virusdagi kiramiz. Xo'sh, men pechka yasayman. Va meni bu yerga qo'yaman. Xo'sh, buni bu yoqqa qo'yib, buni pishirib olamiz. Keyin men pechka qilib olamiz. Apapun men marketdan qolib bormoqchiman. Marketdan uy qo'raman. Xo'sh, men unchalik zo'r o'ynayman, lekin bo'ladimi o'ynashim. Xullas, like bosmagan negrlar deyapman, chunki men farosatliman, o'ylayman. Qanaqadir ovozlar eshitayotgan bo'lsa yana uzr, chunki yana tashqarida odam bor. Video olyapman. Nega gapirishadi-ya? Tushunmayman. Xo'sh. 12 minut o'tib bo'ldi. 8 minutdan keyin videoni tugatishni to'g'ri qiladi. 30 minut qilamiz keyin. Mayli 30 minut. Undan buyoqqa qaytmayman. Meniki bitta umuman hech nima chiqmaydi. Bekor. Xullas, hamma shuncha tosh yozib oldik-ku, hatto. Tosh kerak bo'ladi. Tosh topmasak bo'lmaydi. Yana kimdir kirishi mumkin. Hozir oldimda o'rtog'im kirdi. Xo'sh. 30 minut bo'lgandan keyin videoni tugataman. Yana qanaqadir ovozlar eshitilayotgan bo'lsa, xo'sh, yonimga yana o'rtog'im keldi. Gapir. Gapir deyapman. Gapir. Ammo o'zingdan menga emas. Har doim shu gapni aytadi. Tug'ilganidan beri shu gapni aytadi. 9 yosh bo'lsa 9 yildan beri shu gapni aytib yuradi. Pashta sendan kattaman. 10 kundan keyin yo'lga kiraman. Menga qo'y. Senga qo'y bo'lsa menga. Plus bu necha yildandir beri shunaqa deb yuradi. Lekin o'zim nima deyotganimni bilmayman. Mencha like bosing. Bu yerda creeper tog'a bor ekan. Do'stlar, bu qismning ikkinchi qismi chiqishini istasangiz obuna bo'lib qoling va ikkinchi qismda men ham qo'shilishim mumkin. Qo'shilishini istasanglar shu videoga 20 ta like deyapman-ku. Yoki 10 ta deganman, xullas esimda yo'q. Xullas 20 ta qilib qo'ya olasizlar. Hali ham kechasi. Yerdan nimadir desam, 3 ta terim bor ekan. Bitta bo'lganda qo'yamiz savol mumkin. Yoki fikr ketdi. Biz tezroq ertalab bo'lsa qolsa, xullas ertalab bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Mana bolalar ertalab bo'lgan menimcha, chunki yonishlarni eshityapman. Bo'ldi. Creeperlar ketdi. Bunisi yomon. Xullas hamma narsani olib ketamiz. Yarim ovqatim pishirib qo'ydim. Bu creeperlar rosa qo'rqinchli. Bitta yerda videosi o'ynayotganimizda 20 marta ba'zan portlatib qo'yman buni dastini. Creeperlar dastini.
Creeperlar yomon qurtlaydi lekin. Mana bu zombi skeleton qurtlayapti. Lekin ularga Creeperga bor zakon yo'q, lekin bularga bor. Ular qayerga chiqarmasdi? Quyoshga chiqardi. Chunki negri bo'lib ketadi. Ular ustida hamma qiladi. Mening qurganimdan keyin kiyimlar yonib ketadi. Yo'q, ho. Qachon qor toparkanman? Yana 5 minutdan keyin videoni tugataman. 5 minutdan keyin videoni tugataman. Assalomu alaykum, mol keldik biz. Endi bitta kaska yasab Ramazon kelib eshigingizga. Ey! Deb. Nima bermadi sira? Ikkinchidan beradi. Endi tapichga yasarkan. Xotindan beradi. Mana ikkita berdi. Aytib ko'rib beradi. Demakki mol, narigi mol o'zini terisini xotiniga bergan, keyin xotini olgan. Keyin xotinini o'tishgan. Ikkita bo'lib tushadi senga. 14 ta mol bor ekan. Buncha zo'r ovqat olmasdan problema Yo'q. Men aytmoqchidim yo'q. Problema yo'q. Qo'lim to'q. Eshikni Lavaga tushib ketardi seni deb. Qisib o'tir, harakat qilasan-da o'zi. Jim o'tir. O'zi men senga nima gapirishga ruxsat berdim? To'g'rimi, obunachilar? Xullas 14 ta ko'mir bor ekan. O'sha ko'mir olishga ketyapman men. Yo'q, shu yerdan turib ko'zing yetdimi? Men molam bor ekan. Mol. Demakki bizda terli bronza qilamiz. Temir full terib olamiz. Teri odam bilasan. Yoki kurtka kiyib olgan bo'laman. Assalomu alaykum. Koja odam bo'laman, koja. Yo'q, yana bitta bor ekan. Nechta terim bor? Bitta ko'raylikchi. 9 ta bo'pti. Nimaga yetishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin men terlik kiymaysanman. Keyingi videoda qanaqa mod qo'shishimizni ham aytib qolinglar. Aytinglar bilan. Bizda modlar juda ham ko'p. Xohlasanglar tortishimiz ham mumkin. Ayniqsa do'stimda. Lekin bu mod tortishni bilmaydi. Hamma modlarimni tortib yozdim. Agar mana Herobrine degan bitta kanal topsanglar, o kanalda video bo'lsa, kanaldagi modlar menikiga o'xshasa, u modlar meniki bo'ladi aslida. Bratim oyimni telefonida. Даже o'zining telefoni yo'q. Bizda meni ikkita kanal bor. Bitta dadamda, bitta oyimda. Даже o'zining telefoni ham yo'q, lekin mening telefonim bor. Dadamda hali video chiqmaydi. Oyimda ham chunki men hali video olishga vaqtim bo'lmayapti menda. Men vaqt topdim-ku, shuncha vaqtim borki, men bilan kezgi o'ynaganlaring, kontrol o'ynaganlaring-chi. Shuncha paytlar nima vaqtim bo'lmaydi. Setlaganda video olish kerak. To'g'rimi? Do'stlar, keyingi safar biz setlab bironta mod qo'shishimiz mumkin. O'zi mod qo'shamiz. Har doim mod qo'shamiz. Mod qo'shmagan vaqtimiz bo'lmagan. Biz mod qilamiz. Hamma modlar o'zi mendan topgan. O'zi mod qo'shishni bilmaydi aslida. Do'stlar, bitta Box Uzmod kanalini taklif qilamiz. Yo'q, reklama qilma, Baxsus Kiber Baxsus. Reklama qilma Baxsusga. Men reklama qilasan. Baxsus yaxshi. Kripto qutlaydi. Ko'ryapsizlar, men Promaster demasderman. Gapirishtirgan kimlar bor? Promaster deganni obunachilarim tushunmasin. Men negaman? Ibalingda chayoq negaman? mod negrsan yoki negrsan yoki negritsan. Rost vaqtda o'tiraman. Fakir qo'y. Uyalmaysan fakir deyishga. To'rchda to'r. Yoki mashina. Supermetr yoniga deydi. Men shetga kravat yasab, checkpoint qo'yib qo'ymasam, ikkita kravat ketar ekan. Demak, keyingi o'yinda men do'stim qo'shaman, keyin ikkalamizga ham kravat yetar ekan. Kakras kravatda muammo bo'lmaydi. Bu negirga ham kravat yasayman. Yoki yasamayman. Bu o'zi yotaveradi yerda. To'g'rimi bolalar? Xo'sh, men mana buni yasadim va bitta osh qoldi. Xo'sh. Sen negrmisan?
Mayli, bitta deb, kichik bonus qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, endi o'lsam shu yerda tirilaman. De. Chunki bir menga voy skelet buyoqqa sen ketmayman deb qo'ymayman. Ya bir shuni bo'lib skelet ikkiga bir nohaqlik bu. Creeper. Yok, Creeper'dan kurtuldu. Evet, evet. Skeletim oldu. Evet, yaptı. Bu üçgen mi? Evet, Kurduğum creeper'lar kurtlaştı oraya beni yardım ver. Çünkü senin creeper'lar yoktur muydu? Senin nublu giymişsin. Bir taşlar değil. Bir taşları kırmaya çıkarıyor kırmaya çünkü beni temir gerek. Canım kem. Menga temir kerak, tezroq temir qayerda bor? Menimcha faqat bu yerda ko'mir bor. Assalomu alaykum deb shunday Creeper qo'llab ketsa ya. Menda kibinimdan yoniqmi? Men qo'rqmayman creeperlardan. Qurtlasa qurtasin. Mana birdan qurtlayapti negadir. O'ynashmayman. O'ynashmagan arbob bilan Arbob bilan shapaloq bilan. Xullas men arbob bo'ldim endi. Hozir qilich bilan borib turasan. To'xta. Mana endi ko'mirlar olish kerak. Pastda menimcha temirlar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki pastki qavatlarda ko'proq temir bo'ladi. Voy. Qochdik. Bu yerda chiqish yo'li bor, shuning uchun ortga boramiz. Bu yoqqa. Shaka. Mana og'zingga tiqo. Ko'tingga tiqaman. Melerim qisiyat tushmaydi. Buni ko'mirlar olish kerak. To'g'ri, keyingi videoda biz hozir xayrabarim qo'shmaymanmi? Obunachilar yozish kerak, sen nega? Chunki baksiz reklama qilaman kerak. Reklama qilmang. Baksiz bo'lishdi. Baksizga men tupurganim bor. Nega narsa baksizni mod kanalimda Postini mod olaman bo'ldi. Qolgan narsalarga tupurganim bor. O'ziga ham tupurganim bor. Chunki kibr. Nimaga unda sen uni reklama qilyapsan? Sen menga dushmanmisan? Shuning uchun videolarimga mod olib turadi Basbek. Izingni olday olsa yaxshi. Obunachilarim sendan farqliroq, aqlliroq. Do'stlar, kommentariyaga Vince aqlli va a'lochi deb yozib qo'yinglar. Yo, pro deb yozib qo'yinglar. Buni gapiga e'tibor bermanglar. Просто jindagi spravkasi bor, shunga e'tibor bermanglar. Lekin yuzini ko'rsatishim kerak. Demak, men seni bashariy suratga tashlayman. Yo, men seni bashariyni hamma taniydi. Yo, buncha buni bashariy xunuk deydi. Lekin men o'rtog'im deyman seni. O'zingni bashariy qo'raq. Basharingga men seni qorasan demayapman-ku. Men sening basharingga aytyapman. Basharingga papaman. Nimaga temir chiqmaydi? What the fuck? Yo, what's up? Gapirmay tur. Sen meni kanalimda haydalding. Sen baksizni reklama qilgansan. Men kanalimda yo'q. Ketyapman. Men senga ketyapman. Kanaldan chiqib ket. Gapirma buni. Discorddan ham chiqib ket. Discord serverimdan. Yo, what's up? Hozir ovozingni o'chirib qo'yaman. Qisib o'tir. Yoqmayapsan. Bo'ldi. Ovozini o'chirib chiqib ketdi. Ya bana yana kirib. Orangni sana bilet so'kmasdimi? Hozir videoni to'xtatib yaxshi so'kaman. 30 minutlik videodan keyin men buni tugataman. Biz nechta pulni topganimizni keyin sanaymiz. Oxirgi minutlarda.
va men sizlarga men 6 minutga haydashirdim. Uzr videolar kelyapti. Internetda men videolar ko'rib turmasmencha, chunki menga ideya kerak. Mesela men hozir 3 kunlik videoman, lekin men ancha bir kun ham yashamadim. U kun yashamoqchi edim, lekin video cho'zilib ketadi. Shuning uchun 36 minut qilamiz. Yo, sizlar mazax ko'rishinglar uchun. Agar zerikali bo'lsa chiqib ketishingiz mumkin. Yoki chiqib ketmanglar. Shunchaki like bosib, obuna bo'lib chiqib ketishingiz mumkin. Hazil. Xo'sh. Paytdagi hamma ko'mirlar olaymikan, olmaymikan degan savol tug'ilyapti. Keyingi videoda tema qatnashamaydi. Bo'lajak. Qanchama chekilib ketib, sinib ham ketdi. Tashladim kam qilgan o'zi. To'g'rimi, negr? Sen negersan. Zombi negersan. Oppo. İçe borganda jayoq negersan. Las, men bundan keyingi videoda men Imperiyani obzor qilaman. Hamma joyini. Va Imperiyani davom ettiraman. Imperiyani o'ta ko'p davom ettirgandim lekin men. Hozir endi YouTube kanalni ko'tarish kerak. Lekin menda vaqt yo'q. Postlar qo'ygandim. Lekin hech kim kommentariy yozmadi. Shuning uchun Zombie serial olmoqchi edim, lekin serial olishdan fikrim qaytib qoldim. Bisikletam ketdi, lekin bor muxlovarish ketmaydi. Do'stlar, ikinci safar serial olaylikmi yo mana shu videoning ikkinchi qismini olaylikmi? Shuni kommentga yozib qo'ying. Ikkasini ham men qatnashaveraman. Faqat serialda bu chiqarish mumkin-da. Ssenariy yozib bermasam. Ratishga. Cho'rasan. Sen buyuk chiqoqsan-ku, to'g'rimi? Sen buyuk chiqoqsan. Sen buyuk nubsan. Yo'q, sen buyuk chiqoqlarni nubsan. Sen buyuk siyoq chiqoq nublarning. Pashol na qo'y bagan. Meni kanalimda ovozini o'chir. Meni xonamdan daf qo'y. Xonadan badalg'a qildik bu bir achkan. Vab xayr qaytib kelma. Xullas men uxladim. Tezroq chiqib ket xonamdan. Ye, nima qayta paydo bo'ldi? Ko'tan eto. Xullas biz endi bu yerdan chiqishimiz kerak. Shuning uchun virusni sindiramiz. Yotog'ini ham sindiramiz. Bu yerdan pulqon topolmadik. Shuning uchun bu yerdan chiqib ketamiz. Men ketdim. Men kelmayman bu yoqqa qaytib. Lekin ko'proq ko'mra ol. Yo, nega men o'lib qoldim, barakat o'ldim. Xo'sh, endi spam bo'lishini kutaman. Yana o'sha samanni va men endi ko'mirlarim qancha bo'lganini sanab olish kerak. 47 ta ko'mir yo'q. Yana vaqtincha ketgan ekan. Yo, deyarli singan ekan. Xo'sh, videoni shu yerda tugataman-da, mana bu klipni portlasam bo'lmaydi. Qaraylar, zo'r kadr qilamiz. Video tugadi, klip berjon. Ning. Portlamadi. Bug bo'ldi. Uzr. Endi bug bo'ldi. Mayli. Xullas videoni tugatardim, mayli ozgincha yana yuraylik. Xullas, bundan keyin Imperiyani obzor qilaman. Xullas, hammaga xayr. Video zo'r bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamsikir o'ldirib olinglar. Keyin nimadir bo'linglar. O'rtamda tilab qolaman. Keyin boshqa video olaman. Xullas, bu videoni qo'yishim kerak YouTube'ga, keyin bu videoni qo'yaman. Shu video 30 minutlik bo'lishi shart. Yoki 36 minut. Xullas, 30 minutlik bo'laveradi. Shimolda o'ldirib olsam, keyin tugaydi video. Yo'q, tugamas ekan. Boshqa yana bitta mol o'ldirishim kerak ekan. Lekin men mol qayerdan topaman? Obbo, yana xonamga kirdi. Bo'pti, ikkinchi videoda mayli qatnashasan.
Bundan keyin hep video olishim kerak. Chunki bu oxirgi mol. Men shuni o'ldirsam bo'ldi. Yoki keyingi safar Herobrine'ni modini sizlarga ko'rsatib beraman. 30 minut bo'ldi. Xullas hammaga xayr. Video zo'r bo'ldi degan umiddaman. Xullas xayr.